Qozog'istonlik ayol, yolg'iz boquvchi ayol 3 yil mobaynida Moskvada halol mehnat qilib $20,000 pul topadi. Uni 10-sinfda o'qiydigan 16 yoshli o'g'li 3 kun ichida onlayn kazinoda shu $20,000 yutkazib yuboradi. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bir qozog'istonlik ayolni, yolg'iz boquvchisi bor ayolni hikoyasini aytib berib o'tmoqchiman. Bu ayol Rossiyada 3 yil halol mehnat qilib $20,000 pul yig'adi. Bu o'zini onasiga pullarni jo'natib, onasi shu sandiqda pullarni yig'ib qo'yadi. Uni o'g'li shu butun yoz davomida shu qimor, onlayn kazino o'ynab, $100 tikib, $150 tikib, yutib, bu pulni joyiga qo'yib, shunaqa qilib o'ynab yuradi. Shu 2026-yil yanvar oyida bu ayol Qozog'istonga uyga kelib, shu yanvar oyida sezib qolishadi pul yo'qligini. Chunki 3 kun mobaynida o'g'li shu onlayn kazinoga kasidan ketib, azartga berilib, rosa o'ynab, shu o'zini boshqara olmay qilib, shu $20,000 pulni yutkazib yuboradi. Hozirgi kunda bu ayol juda ham ayanchli holda, bir o'zini boshqara olmaydigan, shu qo'lim ishga bormayapti deb murojaat qilib turibdi. O'g'lini tergab so'rasa, nima qilding, nimaga bu darajaga bording desa, to'liq o'g'li ham javob bera olmaydi. Chunki qimor paytida ko'zga hech narsa ko'rinmay qoladi. Ludaman, igroklarni. Hozirgi kunda shu qo'lidan telefonni olib qo'yishgan. Shu akkauntini teshkirsa, papaninalarni teshkirsa kuniga $700 tashlagan, $1000 tashlab o'ynagan, katta summalarda o'ynagan. Hozir shu telefoni buvisida turibdi. Buvisi dedi, telefonni ko'radi dedi, har xil SMSlar keladi dedi. U 16 yoshli yigit VIP igrokgacha borganda, unga haftasiga $100, $150 bonus berishar ekan. Kel, o'yinga jalb qilish uchun unga har xil jalb qiluvchi bonuslarni bermoqdalar. Hozirgi kunda shok holatdaman dedi bu ayol. Men dedi, uni o'ldirib yuboray desam dedi, o'g'lim dedi. Baribir o'zimni tuqqan o'g'lim dedi. Ko'pchilik aytadi, bu $20,000 ni bo'ldi, unut, qaytara olmaysan endi. Voz kechish bor deb aytib turibdi dedi. Endi nima qilishni hozir bilmayapman dedi. Politsiyaga yozsam zaявление dedi. Haqiqatan o'g'lim o'g'irlagan dedi. Uni tergab dedi, uni olib ketib qolsa dedi. Nima qilishni bilmayman deb, shu pullarimni qaytarishda dedi, yordam beringlar deb murojaatlar qilib turibdi. To'g'ri, hozir bu chiqishlarim, videolarim kimgadir yoqmasligi mumkin. Kimgadir bor oddiy bir vasvasa, bir hikoyadek bo'lishi mumkin. Bu chiqishlarim men manfaatli bo'lishi maqsadida bu videolarni chiqish qilmoqdaman. Ota-onalar farzandlaringizni tergab, to'g'ri, hozir hammaning qo'lida telefon. Bu telefondan manfaatli foydalanish mumkin. Bilar bilmas boshqa yo'llarga kirib qolishi mumkin. Vaqtida bolalaringiz bilan, farzandlaringiz bilan gaplashib turinglar. Ko'p pul ishlatayotgan bo'lsa, nimaga ishlatyapsan? Telefonni olib tekshirib ko'ringlar. Hozir hamma yoqdagi reklamada oson pul yutishni ko'rsatyapti. Bolalar shu o'zini risk qilib, tavakkal qilib 1-2 marta o'ynaydi, boshida yutadi, to'g'ri, bu osonlik bo'lib qoladi. Lekin bu narsani oxir oqibati qarzdorlik botqoqiga olib keladi. Shu chiqishlarimdan maqsad kimgadir manfaatli bo'lsin. Agar siz qimor ichida bo'lsangiz, qimor o'ynayotgan bo'lsangiz, vaqtida to'xtating. Bu oxiri juda yomon katta fojiaga olib keluvchi o'yinlardan bittasi deb bilaman. Vaqtida xulosa qiling, tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling. O'yindan chiqsa bo'ladi. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu ota hozir bu yolg'iz ayolga qanday yordam bersa bo'ladi? Agar siz u ayolning o'rnida bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Fikrlaringizni qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Videoni shu qimor qarzdorligida, qimor ichida yurgan insonlarga, ularning yaqinlariga ulashib qo'ying. Shu videoda kimdir bitta insonni hayotini qutqarsak, bu juda ham yaxshi, manfaatli bo'lgan deb o'zimni his qilaman. Ko'rishguncha.